Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, Semashkadagi tomimizni 140 kvadrat joyimizni to'pib qilgani 120 kvadrat ekan. Xo'p. Denis aka savol. Xo'p, bir xilgilar aytadi, bir xilgilar. Ha, mana uni qalinini qo'ysa, atrajatr kerak emas deydi-da. Shunga buni qalini, buni xususiyatlari haqida nima deysiz? Atrajasiya baribir kerak bo'ladi, texnologiya bo'yicha. Aha. Buni mana qalin yubkaligida nima farqi bor? Podvalniy помещение bo'lsa, qalinligi qo'yish kerak. Ha, mana etажli domlarga ikkili bo'ladi. Ikkili bo'ladi. Ha, buni ham boshqa qanaqadir grami boshqaligi bormi buni ham? Bor. Mikromi? Mikro. Kamera bo'ladi ichida. Ha. Boshqasi bor. Xo'p, buni farqlari nimada buni ishlatish xususiyati? Bor, короче, некачественный bor narsa, и качественный bor. Ha, buni asosiy xizmati nima buni vazifasi? Issiq atrajat beradi. Tepaga beradi, pastga emas, ha? Xo'p, endi bizni ma'lumotlarimiz shu. Endi misol qolgan ustalarda ham bari ma'lumotlar bo'ladi. Misol buni qalinini yubkasida farqi borligini, tushunchasini agar biladigan, tushunadigan odam bo'lsa yozib ketsa yana yaxshi bo'ladi. Ha, biz bu yerda lekin har bitta xonani alohida qilyapmiz. 12 ta bo'lsa, terma datchilari bilan xudo xohlasa qo'yib boramiz. Buni kuzatib borsanglar, joyida inshaalloh qo'yib boramiz.